3 xona pastki qavatdan yevro remontli uy so'ragan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tuman 2-kvartalda joylashgan 3 xona 4 xonaga o'zgartirilgan avtorskiy proyekt asosida tayyorlangan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz mehmonxona qismi, birinchi xonamiz, o'zining yumshoq mebellari, ovqatlanish uchun stol stullari va TV zonasi, ajoyib loft uslubida qilingan mebellari bilan ko'rib turganlaringdek. Bu yerda esa bolalar xonasiga o'zgartirilgan, uyimiz egalari tomonidan 3 xona 4 xonaga o'zgartirilgan. Bu yerda ham mebel va texnikalar yaxshisidan qo'yilgan, ko'rib turganlaringdek. Bu yerda balkon qismimiz 2 metrga 4 metr bo'lgan balkon qismimizda uyimiz egalari tomonidan oshxonaga o'zgartirilib, kerakli barcha mebel va texnikalar yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Bu yerda esa ovqat qilganda hid chiqmasligi uchun surilib ochiladigan eshiklar qo'yilgan. Qulaylikni ta'minlash maqsadida. Bu yerda esa bolalar xonasi, yana bitta keyinchalik o'zlaringga muvofiq kattalar yotoqxonasi sifatida ham bemalol foydalansalaring bo'ladi. Bolalar xonasida ham kerakli barcha mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Uyimiz 4 qavatli binoni 2-qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 70 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi 3-xonamiz. Bu yerda ham rang va sifat uyg'unligiga alohida e'tibor berilgan, ko'rib turganlaringdek. Glavniy eshikdan kirib kelish, mini proxoshkamiz o'zining stroyniy shkaflari bilan. Uyimiz g'ishtlidan bo'lganligi sababli sanuzulimiz birgalikda bo'ladi. Sanuzul qismimiz. Ushbu uyimizda orientirga keladigan bo'lsak, Chilonzor tuman 2-kvartal gematologiya klinikasining ro'parasida joylashgan ushbu uyimizni videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 102 ming AQSh dollar narxlashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.